Abdullohdan xaridorlar xursand. Abdulloh bozorga tez-tez borib savdoning boshida turadi. Men u yozgan qo'lyozmalarni oqqa ko'chirishdan dam olib turganimda uning savdo ishini kuzataman. Xullas, u asl tijoratchi. Xaridorlar do'konga kirganida butun e'tibori ularda bo'ladi. Agar oluvchi hamma mollarni ko'rib, indamay chiqib ketsa ham kayfiyati o'zgarmaydi. Ba'zi savdogarlar shuncha ovora qilding, olmasang nima qilarding meni umidvor qilib, kiyib ko'rdingmi, endi olasan, donaga sotmaymiz kabi nag'malar qiladi. U esa biror mijozning dilini og'ritmaydi, chunki ustozdan dars olganda. Bir kuni ustoz bizni bozorga chaqirdi. Ishlari kam bo'lgani uchun shu yerda ba'zi masalalarni muhokama qiladigan bo'ldik. 3 pora Qur'oni Karim o'qiydigan vaqt oralig'ida 11 ta hadisi sharifni sharhlab berdi. Shu payt bir ayol hijolatdan yuzlari qizarib kirib keldi. Ming istihola bilan salom berdi. Assalomu alaykum hazrat, ming bor uzr. 2 kun oldin olgan matom yoqmay qoldi. Qaytarib ola olmaysizmi? Dedi zo'rg'a. Biz hayron edik. Men agar sotsam 2 kundan keyin qaytib olmasdim. Olsam ham pulini to'liq qaytarib bermasdim yoki o'rniga boshqa mato olishini talab qilardim. Ustoz butkul boshqacha yo'l tutdi. Va alaykum assalom. Qaytarib olaman. Qo'lingizdagi matoni sizga 300 dirhamga sotgandim. Mana pulingiz. Hijolat bo'lmang, dedi tabassum bilan. Keyin bizga turinglar. Endi bozorda qiladigan ishimiz qolmadi. Men sotgan molini og'rinmay qaytib olgan savdogarning saodati haqidagi hadisi sharifga amal qilmoqchi edim. Endi bozorga kelmayman. Ish boshqaruvchilarim o'zlari eplaydi. Yodlaringdan chiqmasin. Xaridor har doim haq. Ish vaqtida diqqat e'tiborlaring xalqni rozi qilish va qanday qilib ularga sifatli xizmat qilishda bo'lsin. Shundagina 10 dan 9 baraka sizniki bo'ladi. Shuning uchun Abdulloh xaridorlarga jon dili bilan xizmat qiladi. Men xayol surib o'tirsam, bir keksaroq odam do'konga shoshib kirib keldi. Assalomu alaykum. Bu Abu Abdurahmonning do'konimi? Deb so'radi. Tasdiqladik. Keyin gapida davom etdi. Bir hafta oldin o'g'lim mana bu gazlamani olib ketgan ekan. Endi zarurati yo'q. To'yga deb olingan ekan. Agar pulini qaytarib bersangiz, ozgina qarzimiz bor edi. Shuni to'lardik. O'g'lim onasining gapiga yurib olgan ekan. Menga qolsa ortiqcha chiqim edi bu. Uzr o'g'lim, qo'lingdan kelsa menga yaxshilik qil. Bo'lmasa shu molni sal arzonroqqa sotib ola qol qaytarib. O'g'lim, matoni qaytarib kelishga uyalgani uchun kelgandim. Ota, hijolat bo'lmang, dedi Abdulloh. O'g'lingiz kelganida ham matoni olib pulini qaytarardim. Sizni ovora qilibmiz. Ma'zur tuting. Bu mato 200 dirhamlik. Mana sizga puli. Abdullohning muomalasidan xursand bo'lganidan u uzoq duo qildi. Ha, u ustozning haqiqiy shogirdiga aylanibdi.